барномаи навбатии озмунии Тоҷикистон хонаи умеди мо бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм, деҳаи соҳибназар тақдиматон мешавад. деҳаи соҳибназари ҷамоати деҳоти Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон ҷойгир буда, дар он 1800 нафар аҳолӣ зиндагӣ дошта 346 хоҷагиро ташкил медиҳанд. мардуми сарбаланди ин деҳа бо шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдати миллӣ ва якдигарфаҳмиву осмони софу беғубори ватан зиндагии осудаву ором дошта, бо мақсади расидан ба орзуу омолҳои қалби хеш ҳама рӯза талошу заҳмат мекашанд. мо барои таҳияи барномаи мазкур нахуст аз коргоҳи ҳунармандии Бердиева Наргиса дидан намудем. зимни бозидамон ба мо маълум гардид ки қаҳрамони барнома занҳои хонашини ин деҳаро барои ҳунаромӯзӣ ба коргоҳи хеш даъват намуда, онҳоро бо ҳунари миллӣ ошно месозад. мен Бердимурадова Наргиза, ҷамоат деҳати Саразм, деҳаи соҳибназар yashayman. Mana Tojikistonimizning 30 yilligiga mana shu korxonani, mustaqilligimizning 30 yilligiga mana shu korxonani qurdik. 1 yildan beri 30 ta shogird chiqardim. Mana bugungi kunda mana shogirdlarim ishlamoqda. Quroqda o'zi, Kashidada o'zi, qolim bofi, bofandagi, zarda o'zi tikuvchilik sirlarini o'rgatib bormoqdaman. дар ин макони омӯзишӣ ҳунарҳои порадӯзӣ, гиленбофӣ, кашидадӯзӣ, бофандагӣ, зардӯзӣ ва ғайра омӯзонида шуда, то ин дам 20 нафар занон бо ҳунарҳои мазкур ошно гардида, ҳоло бошад 16 нафари дигар таҳти омӯзиш қарор доранд. дар деҳаи соҳибназари ҷамоати деҳоти Саразм оилаҳои бароманду хушбахт кам нестанд. яке аз ин оилаҳо оилаи Маҳмудназаров Муҳаммадӣ мебошад. мо бо мақсади ошно гардидан бо самти кору фаъолияти ҳамаи аъзоёни ин оила ба манзили ин марди шарифу хоксор ташриф оварда, бо ҳама аъзоёни ин оила суҳбати хосе анҷом додем. Mana bugun mana xonadonimizda juda katta bayram bo'lyapti. Mana men mana shu davrga kelganimga juda ham xursandman. Chunki bizlarning otalarimiz, onalarimiz faqat bizlarga to'g'rilikni, halollikni o'rgatgan. Mana otam Vatan urushi qatnashdi. 2 marta urushga borgan va bir necha yillar maktabda direktor bo'lib ishladi. Xalq ma'rifi a'lochisi, Tojik xalq ma'rifi a'lochisi Imom Mahmudnazar. Onam esa Imom Zulfiya. Qahramon ona, biz katta oilada tarbiya oldik. 10 kishimiz, 10 kishi edik. 3 o'g'il, 7 qizmiz. Mana shulardan eng kattasi men mana hozir oliy ma'lumotli mana 35 yil maktabda ishladim. Zavuj bo'lib ishladim, o'qituvchi bo'lib ishladim. Faqat halollik bolalarni to'g'ri tarbiyalashga, ularni ham jismoniy, ham aqliy shakllanishga qancha kuchim boricha harakat qildim. Mana ukalarim, o'rtanchi ukam Mahmudnazarov, Mahmudoli hozir oliy ma'lumotli, uchamiz ham oliy ma'lumotli. U hozir Chimqo'rg'on qishlog'i Sevitidagi katta poliklinika nimada doktorxonada ishlaydi. Uchinchi ukam Mahmudnazar Mahmad Amin. U kishi olim, dotsent, Abu Ali ibn Sino medisinasida zav kafira bo'lib ishlaydi. Qator yillardan beri, 11-yildan beri. Mana hozir u kishining nechta maqolalari, nechta kitoblari chiqqan, bitta kitobini menga sovg'a qildi. Mana ko'ribsizlar, Mahmudnazarov, Mahmad Amin ukamiz. Umr yo'ldosh bolalari, farzandlari bor. Hamisha bizlarni mana singillarimiz 7 qiz, 3 o'g'il bo'lganimizda hammamiz bizga otalarimiz to'g'ri yurishni, haqqoniylikni, birovning haqqini yemaslikni, har bir insonni hurmat qilishga o'rgatgan. Mana bizning mana hozir oilamizda, mening oilamda mana kelinlarim, 2 kelinim, qizlarim, nevalarim bor. Bular hammasini halollikka o'rgatyapmiz, mehnat sevarlikka o'rgatyapmiz. Hamisha to'g'ri yo'lga borishda mana hamisha og'ishmay sochmay boryapmiz. Mana hozir mana Tojikiston Cumhuriyatimizning mana respublikamizning 30 yilligi oldidan bir katta tantana bo'lyapti. Biz ana shu 30 yilda mana shu katta mana
aytaylik farzandlarga erishdik. Mana uy-joylarimiz yaxshi bo'ldi. Madaniyatimiz hamma tomondan mana avvalga qaraganda juda ham yaxshi. Albatta biz bu rahbarlardan ming bor xursandmiz. Mana janobi oliy millatimizning peshvosi Imomali Rahmonga katta rahmatlar aytamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha xalqning farovonligi oldida farovonligi uchun tinmay mehnat qilishda biz ham mana shu prezidentimizning har bir gaplaridan biz qanoatlanib, zavqlanib, mana shu yoshlarni, mana shu kadr yoshlarni yaxshi intizomli, insof, odobli bo'lib borishda biz harakat qilamiz. Mening oilamda oilam Hoji ona 2017-yilda biz hajga borib keldik. Hajga borib qancha kishilarning nimalarni ko'rdik. Ko'rdik-ku hayron qoldik. Butun Tojikiston davlati, Tojikiston mana shu jumhuriyatimiz, respublikamiz dunyoda eng go'zal mamlakat ekan. Suvi bor, odamlari yaxshi, bog'i hamma tomonlama bizning Tojikiston, demak Tojikiston vatani yo'q ekan. Biz ko'rib keldik. Mana shunday sahrolarni ko'rdik. Eronlarga bordik. Eronlarda qip-qizil dashtlar. Hamma joyda juda ham qiyin odamlarning ahvollari. Bizning Tojikiston mana shu gullab yashayotgan vatanga yana beqiyosdir. Dunyoda shu birinchi o'rinni egallaydi. Albatta bu rahbarlarimiz hamisha bizlarning kamikotimizni mana shu aytaylik iqtisodiy va hamma tomonlama bizlarga xabarlar turibdi. Mana shu hozir qarashlik men pensiyaga chiqdim. Mana yoshim 74 yoshga kirdi. Hali ham mana shu kitob o'qiyman, shu insonlar bilan muloqotda bo'laman. Endi betinimay mehnat qilaman ham. Men masalan necha yillarda ko'pgina ishlarni bajardim. Bog'bon ham bo'ldim, boshqa ham bo'ldim bekor vaqtlarda. Rahmat mana shu aytaylik bizning rahbarlarimizga umrlari uzoq bo'lsin, yaxshi kunlar nasib etgan bo'lsin. Mana biz men 1970-yilda mana bu hojona, mana bu kishiga uylandim. Mana hozir 4 ta farzandim bor. 2 o'g'il, 2 qiz. Ana shulardan endi ular o'g'illarim ham mehnatsevar, to'g'ri so'z, birovning haqqini yemaydi, odobli inson, odobli bo'lib katta qildik. Mana bular hammasi nevaralarim. Mana bular kelinlar, 2 ta kelinim bor, mana nevaralarım bor. Mana bu hozir nevaramiz Abu Ali bin Sina institutida 1-kursni tamomladi. Xo'p, mana bular hozir 9-sinfda o'qiydi. Mana bu nevaramiz Mirsayid. Mana bu Faridin ham 9-chi, mana bular 7-sinfda o'qiydi. Hammasi o'qishga harakat. Bizning endi oilamiz asosan shu madaniyati bo'lish uchun, o'qimishli bo'lish uchun, chunki otamiz juda o'qimishli inson bo'lgan. Tojik tilini, rus tilini, boshqa tillarni ham juda bilgan. Mana shu qishloq совetining raisi ham bo'lib necha yillar ishladi. Otamiz jamoat arbobi ishladi. Hamisha hozir Imomov degan bir qaysi mana shu Panjagir rayonida Imomov desangiz taniydi otamni. Chunki otam bir astoydil bir hokisor odam bo'lgan, to'g'ri so'z bo'lgan va ma'lumotli inson bo'lgan. Shuning uchun Imomov desa biz Imomovning farzandlarimiz deb faxrlanamiz. Hamma qayerda bo'lmasin ibratli inson bo'lish uchun, otalarimizning, onalarimizning ruhlarini shod qilish uchun hamisha tinim bilmay izlanamiz. Aziz insonlar, mana hozirgi jamiyatimizda mana televideniya, radio eshituvlari juda ham kengayib ketgan. Xo'p, yoshlarimizni ko'ramizki, yoshlarimiz juda ham yaxshi ilmli, lekin ba'zi yoshlarimiz hali oilaning qadrini bilmayapti. 1 yil 2 yil turmush qiladi-yu, men bunday to'g'ri kelmadi, mana bunday qiladi deb ajrashib ketyapti. Bularga men ko'pincha jamoat joylarida aytaman, bolalarga masalan ko'p joylarda odamlar yig'ilgan vaqtida, "Ey bolalarim, mana sizlar oila qursalaring, ichmanglar, chekmanglar, jismoniy, fizkultural nimalardan shug'ullanglar." Hammasini men ularga tarbiyaviy bizlar o'qituvchi sifatida gapirib turamiz. Mana qishlog'imizning hozir mana aytaylik eng keksa yoshlardan biri menman. Mana shu Mahmudnazar Muhammadi hamma qayerda bo'lsin, mana shu to'yxonalarda ham, boshqa joylarda ham yoshlarga o'git qilib turamiz. Aytamizki, shunday maqamlar, mana ibratli inson bo'linglar. Sening otang kim edi? Sening onang kim edi? Mana shularga qarab otalaringning ruhlarini shodlantiringlar, onalaringning ruhlarini shodlantiringlar deb hamma aytib turamiz, maslahat beramiz. Mana oila bu aytaylik bizlar endi pedagogikada o'qiganmiz, institutda o'qiganmiz. Oila bu yachayka deydi. Yachayka bir oilaning shu masalan
Tojikiston, boshqa qardosh mamlakatlarda ham bir oila orqali butun respublika, butun nima hammasi ko'zga olinadi. Men oilada masalan o'zim bir ishlab ketsam, charchab ketsam ham o'zimni bildirmay, juda ham osoyishtalik bilan o'zimning umr yo'ldoshimga yaxshi muomala qilaman. Farzandlarimga yaxshi muomala qilaman. Hech men birovga farzandlarimga qattiq gapirganim emas. Yaxshi gapirib, shu oilani qandaydir shu oilaning sirini saqlash, bir-biriga bo'lgan hurmatini, bir-biriga bo'lgan ehtiromini yanada saqlash uchun men masalan hamisha harakat qilaman. Masalan bir darg'azab bo'lishlardan saqlaydi Parvardigor o'zing. Hamma o'sha to'g'ri yo'lga oilalarni boshqaraman. Mana shu men o'zim masalan aytaylik, bir xil oilalarda borki, otalar ichadi. Otalar ichib, onalarining oldida, farzandlarining oldida intizomni yo'qotadi. Ana shunday ularga men qattiq mana shu katta joylarda ham ko'p gapiraman. Boshqa yerlarda ham ko'p gapiramanki, xushyor bo'linglar. Oila bu aytadiki, qush uyasini ko'rganini qiladi. Shu men masalan mana shu hali men yoshliklarda mana hozir ham davra keldim, shu farzandlarim oldida o'z obro'yimni saqlayman. Chunki mendan bular ibrat oladi. Shuning uchun qayerda bo'lmasa mening ota-onam kim ekan? Onamning mana qahramon ona, otamning nimalari shu ko'rinib turadiki, men shu ularga yana shularga o'xshab mana shunday bir aziz inson bo'lishga harakat qilaman. Men o'qituvchi oilasida dunyoga keldim. Otam o'qituvchi bo'lgan, onam oddiy kolxozchi. Qushlar juda yaxshi insonlar edi. Men qushlarning tarbiyasini olganman. Mana shu katta oilaga kelin bo'lib keldim. Mana bu kishi bilan yashadim. Mana 70-yil, 27-martda biz turmush qurganmiz. Mana oilamiz shu, otajonim. Ishqilib farzandim bilan 4 ta farzand dunyoga keltirdim. 2 qiz, 2 o'g'il. Mana kelinlarim bilan 6 ta katta ishqilib farzandim bor. Mana shulardan nabira ko'rdim. Mana 15 ta nabiram bor. 15 ta. 6 ta chevaram bor. Xudoga ming marta shukrona qilaman. Mana dunyomiz tinch, dasturxonimiz to'kin sochin. Allohga ming marta hamdisona aytaman. Mana prezidentimizga rahmat. Mana shunday sharoitlar biz harakat qildik. Shu sharoitlarda bizlar uchun yaratib berdi prezidentimizga ming marta rahmat. Dunyomiz tinch, dasturxonimiz to'kin sochin. Mehnatimiz tufaylimi bizlar mana endi oila bor, muammolar bor otajonim. Bu muammoni yaxshi yo'l bilan harakat qilganmiz, yaxshi suxonlik bilan, yaxshi gaplar bilan biz shu muammolarni yo'q qilib chiroyli turmush qildik. Ming marta shukr, mana hayotimizda biror muammo yo'q. کدام خصلت شوهرتان به شما بیشتر پسند؟ Bu kishining hamma beli menga qani. Yaxshi suxonli, o'qimishli, hamma narsani tushunadi. Mening kamchiligimni ham to'g'rilab kelgan. Ikkalamiz yaxshi yashadik, yaxshi. سبب یکجا شدن شما با شوهرتان کی یا اینکه چی بود؟ Bizning sababimiz qaynotam o'qituvchi bo'lgan vaqtda. O'zimning dadam o'qituvchi bo'lgan, otam. Ikkalasi sababli biz turmush qurdik. Ikkalasi endi men maktabda o'qiganman, ikkovim o'qituvchi. Albatta biron tarafim yoqqan bo'lsa kerak, albatta. Shu yaxshi turmush. Ming marta shukr, Allohimga ming marta shukr. Tanim sahat. Farzandlarimning tani sahat. Men xushbaxtman, dimog'im choq. Mana kelinlarim, nabiralarim sog'lom, Xudoga shukr, hammasi sog' salomat. همین 30 سال استقلالت به شما در دهه خود محل زیست خود چه تغییرات دیدید؟ Qishloqlarimiz mana qiyinchiligi ham bo'ldi 90-yillar. Mana shundan keyin mana prezidentimiz yaxshi qarash talqqa, Xudoga shukr, yaxshi. Mehnat qilgan och qolmaydi. Faqat mehnat qilsangiz, to'g'ri yursangiz, to'g'ri tursangiz, suxoningiz yaxshi bo'lsa, muomalangiz yaxshi bo'lsa, hech qachon och qolmaysiz. Hamma narsa mehnat bilan. Yeringiz bor, Xudoga shukr, suvingiz bor, hamma narsangiz bor, albatta yaxshi yashaysiz, mehnat qilsangiz yaxshi yashaysiz. در زندگی oilaviy naqshi asosiy kim bozad, mard yo inki zan? Endi bu albatta mana oilaviy turmush qilgandan keyin er va xotinning roli juda ham katta. Aytadiki, bir maqol bor. Er qiladigan ham xotin, yer qiladigan xotin deydi. Endi bu maqolda endi qadimdan aytilgan maqol. Shuning uchun biz masalan men o'zim men aytaylik
erdek o'zimni yuqori pog'onaga ko'tarmayman yoki bu aziz onaxonimiz hoji onani men buni hech qanday kamsitmayman. Hamisha hurmat qilaman. Chunki agar hurmat qilsangiz hurmat ko'rasan degan maqollar bor. Men ham shu oilamizdan biron zarur ish bo'lsa maslashaman, maslahat qilaman, boshqa qilaman, yaxshi gaplar bilan tushuntiraman. U yoq mumkin shu narsalarni tushunmagan bo'lsa, sekin-sekin tushuntiraman yoki men tushunmagan bo'lsam, bular sekin tushuntiradi. Shu demak, oilaviy bir qarorimizni demak maslahatlashib ish olib boramiz albatta. Xo'p, shuning uchun mana yoshlarga aytamanki, ko'pincha hozir endi buni aytishim kerak emas edi. Ko'p oilalar hozir aytaylik sabr qanoat qilmasdan buzilib ketgan oilalar ham bor. Ularga men ko'pincha gapirib turaman. Endi sabr qilinglar. Sabr qilsalaring, g'o'radan harlab degan gaplar bor-ku, endi maqollar bor. Shuning uchun yaxshilikmi, yomonlikmi ro'zg'orda bo'ladi. Hamma faqat sabr bilan, matoat bilan mana shuni yengish kerak. Salomat. Men Muhammad Nazarzoda Doniyor, mana shu oilaning ikkinchi nabirasiman, ya'ni katta o'g'illarning ikkinchi nabirasiman. Mana shu oilada tug'ilganimdan iftixorlanaman. O'zim mana shunday bobom bor, bibim bor, katta otam, yana katta onam bor. Ulardan faxrlanaman. Xudo xolasa biz ham shu odamlar kabi shuncha qiyinchiliklar bilan qurgan oilamiz yana hammamiz faxrlanamiz oilamizdan. Biz ham kelajakda shunday yetuk odam bo'lishga harakat qilyapmiz. Shunday mo'tabar, aziz insonlar bo'lishga harakat qilamiz, Xudo xolasa. Men bu kishilar bilan, yana katta otam, yana katta onam bilan chin qalbimdan faxrlanaman. Yusuf Muhabbat. Mana shu oilaga tushganimga 1997-yil turmush qurganman bu kishi xo'jayamning katta o'g'illari bilan. 3 ta o'g'lim bor. Katta o'g'lim biologiya ximiya o'qituvchisi, 5 yil institut bitirdi. Ikkinchi o'g'lim bu kishi medinstitutda o'qiydi, 1-kurs tamom qildi. Uchinchi o'g'lim Mirsaidjon 9-sinfda o'qiydi. Bitta kelinim, katta kelinim bor, katta o'g'limni uylantirganman. Bitta nevaram bor, qizcham. Men shu oilaga tushganimdan juda ham xursandman. Hojatlarimiz, hojayamizning borligiga shukr qilaman. Shu kishilarning duosini olishga harakat qilaman. Shu kishilardek bo'lishga intilaman. Kadom xislati xushdomanu padariston shoma maqbul. Hojayamning kechirimliligi, to'g'ri so'zligi menga yoqadi. Otamizning ham juda ham kamtarin, bizlarni juda yaxshi ko'radi. Shu kishilarning boriga Xudoga shukr qilaman. Kelasi qo'shiq qarisin. 100 yoshdan oshib yashab yursin, baxtimizga omon bo'lsin. Salomat. Qo'shiq qarisin. Salomat. Men Tirdiyev Zumrat. Shu oilaga 2003-yil kelin bo'lib kelganman. Ikkinchi o'g'liga kelin bo'lib kelganman. 3 nafar farzandim bor. 2 o'g'il, 1 qiz. Men bu oilaga kelin bo'lgan faxrlanaman. Hojatam bilan hojanamday bo'lishga harakat qilaman. Otam ham juda yaxshi, har doim to'g'ri maslahat beradi. Muomalasi yaxshi. Hojanam ham bilmaganimni o'rgatadi. To'g'ri nasihat beradi. Biz ham o'g'illardek qo'sha qarib, ota-onamizdek hajlarga borib, shu kishilardek bo'lishga harakat qilamiz. ҳамчунин дар деҳаи мазкур соҳибкорони ватандӯстору меҳанпараст кам нестанд. яке аз ин соҳибкорони варзида зани олиҳа моҳира бошмонова мебошанд. муддати 10 сол мешавад ки бо соҳибкорӣ машғул буда иншоотеро бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон сохтаву қисман ба истифода додаанд. Men Boshmanova Mohira 10 yil bo'ldi shu sohada ishlayman. 3 yil avvaliga maydacha edi. Hozir 3 yil mobaynida kattalashtirdim. Prezidentimizga rahmat. Mana ro'zg'orni mana shuning orqasidan tebratyapmiz. Xudoga shukr, xalqqa boricha hamma narsani yetkazib beryapmiz.
hamma narsa yetarli. Prezidentimizga ming bor rahmat. баъд аз боздидамон аз иншооти бунёдкардаи ин зани олиҳа мо роҳ пеш гирифтем сӯи муассисаи миёнаи таълимии рақами 22 ин деҳа. ҳангоми боздид ба мо иттилоъ доданд ки дар хониши соли 2020-2021 645 нафар хонанда дар ду баст таҳсил намуданд ки ба онҳо 46 нафар омӯзгорони соҳибтаҷриба таълиму тарбият додаанд. ин муассиса дорои 16 синфхона, китобхона ва дигар шароитҳои муносиби таълиму тарбият мебошад. бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзгорон бо дастгирии аҳолӣ сохтумони 4 синфхонаи иловагиро идома дода истоданд ки дар хониши нави соли 2021 ва соли 2022 бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода диҳанд. ман Рахмонов Толиб Тоирович, директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Соҳибназар рақами 22 мебошам. дар муассисаи мо 46 кас омӯзгор кор фаъолият карда меистад, хонандагон 635 та. дар ду баст хонанда ва дарсда иштирок мекунад. синфи иловагӣ ташкил кардаги будам, гурӯҳҳои иловагӣ ва синфи иловагӣ ба таҳсил мегирифтааст. назди ҳавлиги мактаб 57 сотиқба карточка коридем, аллака яким кишта канда гирифта, дуюм кишта сар кардам, пуштпаям, пешпаям ҳамин хелак замин дорем. аз замини ҳавли нағд истифода бурдосем. ҳама самаронак истифода бурдосем. ин замина ҳамаша омӯзгоронба тақсим карда дода будам. супориши ҷаноби олӣ катӣ ҳама як хел тақсим карда аз қиссаи худашонба истифода бурдост. иштироки хонандаҳои шумо дар озмунҳои шаҳрию байналмилалию вилояти чӣ хел? хонандаи мо ҳамин сол иштироки озмуни вилоят шаҳр ба 4 кас ҷой гирифт ва аз 4 кас баъд вилояти бем рафта омаданд. озмуни вилояти бем рафта омаданд. раҳмат мегӯем ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба чӣ хеле ки барои ободони ҷумҳури мо ба чӣ хеле ки супоришҳо додааст. аз ҳамин супоришҳоя мо мардуми деҳа, мардуми омӯзгорон аз қиссаи худома истифода бурда 30 солаги сала ҷумҳурии Тоҷикистон ба омидоки гирифтастем. самаранок истифода бурдан аз заминҳои дар ихтиёр дошта яке аз шуғлҳои асосии мардуми деҳаи соҳибназар ба ҳисоб меравад. яке аз ин деҳқонони варзида Тухтаев Бек Али мебошад ки ӯ дар 10 ҳисса замини дар ихтиёр доштааш ҳама намуди маҳсулотҳои кишоварзиро кишт намуда бо ин восита таъминоти оилаи худро ба маҳсулоти кишоварзӣ бароварда месозад. ман Тухтаев Бек Али бобо сокини qishloqi Sarazm, dahayi Sarazm qishloqi Sohibnazar. Dehqonchilik qilamiz necha yildan beri shu zaminga, shu yerimizga. 10 sotiq yerimiz bor, Xudoga shukr. Ob dorim, hamisha dorim. Kor mekinam ki hamisha men nag'is hozir mana hamisha hamma nima bo'lsa hamma egim bor. Mana sabzi bor, kartoshka bor, bolgar bor, karam bor. Sabzilarni mana kartoshkalarni chiqarib sotyapmiz bozorga. Mana pomidor tayyor bo'ladi. Bodringni уже bozorga chiqarib sotyapmiz, Xudoga shukr. Mana pensiyada yuribmiz, mehnat qilyapmiz mana. Yerga mehnat qilsang, zamin ham haqini beradi. ҳамчунин дар деҳаи Соҳибназар маркази саломатӣ низ фаъолият мекунад ки ҳамарӯза кормандони он бо шукргузорӣ аз тинҷиву осудагии ватан ва зиндагии арзандаашон ба сокинони ин деҳа хидмати арзанда мерасонанд. ин марказ дорои 4 ҳуҷраи корӣ ва 6 нафар коргар мебошад. ман аввалбоиб Самандар Раҳмонқулович, духтури оилавӣ, маркази саломатӣ ҷамоати Саразм мебошам. дар маркази мо 7 нафар кору фаъолият мекунад. дар инҷо 6 нафараш ҳамшира, 1 нафараш бародари тиббӣ. мо кори фаъолияти мо аз соати 8
00 سر میکنیم با تا ساعت های 17 فعالیت می نماییم. مرکز سلامتی ما قریب 17,000 اهالی و خدمت می نماید. در زیرتابی مرکز 3 خانه سلامتی فعالیت دارد. شتوره که ما ضمن بازدید خویش مشاهده کردیم، در حقیقت هم مردم سربلند دهه صاحب نظر در قطار دیگر مردم گوشه و کنار کشور عزیزمان بهر آبادی و پیشرفت و گلگل شکوفایی تاجیکستان عزیزمان سهم باسزای خود را با کوشش و زحمت و تلاش های خویش گذاشته ایستادند که این همه دلالت از آن میکند که مردم سربلند جماعت دهات سرازم، شهر پنجکند و کل تاجیکستان جانبداری سیاست های خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان می باشند. ما در راه آبادانی و بنیادکاری به مردم سربلند این دهه، جماعت، شهر پنجکند و کل تاجیکستان برای موفقیت های بی‌نظیر را تمنا میکنیم. این بود برنامه نخستین آزمونی تاجیکستان خانه امید ما بخشیده به 30مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان از حدود جماعت دهاتی سرازم. بازدید ما از این جماعت ادامه دارد.